metan propan o'rnatamiz arsenallarda. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi mashinalarimiz Captiva mashinamizga propan qo'yib beryapmiz. 3-pokoleniya. 3 motor bo'lgani uchun 3-pokoleniya o'rnatib beryapmiz. 100% gazda yuradi. Original jihozlarda 3,5 million so'mga syomka qilib beryapmiz. Kompyuter proshkalar bilan. Cobalt mashinamizga propan syomka qilib beryapmiz. Hozir yangi chiqqan Cobaltdan yigilar almashgan. Bu mashinamizga 47 ta tabletka balon qo'yib beryapmiz. Bu mashinamizga 3 million so'mga original jihozlarda termotrubkalar bilan 47 talik balon syomka qilib beryapmiz. Hozir ish jarayonini endi boshlaymiz. Ichkaridagi mashinalarimiz Kia Sonet mashinamizga 47 talik balon qo'yib beryapmiz. Belarusskiy balon termotrubkalar bilan oldi qismiga original zapchastlarda syomka ketyapti. Yevropa gaz Avanzi Dualjet liniyasidan foydalanyapmiz. Farsumkamiz Real italyanskiy farsumka, fagimi italyansklar, original xomutlar bilan. Reduktorimiz ham akkurat qilib ichkarida joylab berganmiz. Italyanskiy Nordic reduktordan foydalanganmiz. Bu mashinamizga 4,4 million so'mga syomka qilib beryapmiz. Cobalt mashinamizga ham propan qo'yib beryapmiz. Bu mashinamizga hozir yangi chiqqan Cobaltdan. Bunga ham original jihozlarda 3 million so'mga syomka qilib beryapmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.